Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sizlerle Bazar Haber kanalı bugün Tovuq pazarga tartamiz. Sonra Jallo Tovuq pazarındayız. Tovuqning baholari qanday bo'lib qoldi? Endi qancha bo'lib qoldi onlar? Tartib bilib beramiz. Neyse biz men bo'lib like bosib, yaxshi o'y fikrlar, kommentariy yozib turingizlar. Dakam makilar qancha so'mdan aka? 2,5 mi? 2,5 ming so'mdan ekan to'g'anlar. Xo'roz aka. Xo'roz 1000 so'm. Bazar xabar degan kanal aka. 1000 so'm deydi. So'rab aka. So'rab jatavı. Böyle 1,5 berdi degan. Ammo xo'rozda sizdan da. Necha xo'rozingiz qancha so'm? Bilmaydi degan buni. Qancha so'mdan aka xo'rozlar? Xo'roz maki. Makiler 4'lükten. 4'lükten. Çocuğlardayım ha? Xo'rozlar? Xo'rozlar 5,000 600. 550-600 so'mdan ekan. Qachon xo'roz aka? O akaniga. Bakın verdim video. Qancha so'm aka? 1000 so'm. Assalomu alaykum. Qancha so'mga berib aytasiz aka? So'radi. 750 so'm. 750 so'm ne olacak aka? Bunlar mı? 800 so'm. 800 so'm. Ördekler kimde var ördek? Ördek. Qancha so'mdan aka ördek? 1000 so'm qancha berishadi? Tovuqlarchi? Ha, tovuqlar esa 600 dan ekan to'g'anlar. 800 lira. Ben şöyle min ödünü ısınım ben. Çok bir şey yapma. Hemen çok çekiyor. Beşten şişe. Yok beşten şişe mi? Qancha so'mdan aka xo'rozlar? Buna eng nachar. Eng nachar. Buna xoroz da var usul içinde. Qancha so'm aka so'mi? 500 so'mdan olganmı? 500 so'mdan olgan ekan onda. 500 dan ekan. Ammo cho'ng xo'roz aka, cho'ng xo'roz. Dedi. Shistakmi? Qancha so'mdan? 1000 so'mdan. Buna tovuqlarchi xo'rozlar bari. 750 so'm, 800 so'm, 1000 so'mdan. 750, 850 1000 so'mgacha yengilar ekan bunlar. Xorozlar 500 so'mdan ekan, mana bu arkadaşlar. Buna xorozlar? 500 so'mdan var, 750 so'mdan. 500 so'm, 700. Bu yoqda. Tamam. Aka ördekler kimden? Hazır. Xorozlar. Sizi qaysi? Qo'yonchi qo'yon baldari. Qancha so'mdan o'tadi jon aka? 200 so'mdan ekan qo'yonni baldarini. Akandar qanchadan ekan? 1000 so'm. 1000 so'mdan bu. 1000 so'mdan ekan. Qana xo'rozlar-chi kam? Alarda bar 1000 so'mdan bu. Ördekchi, ördek desendan bu. Ördekler to'g'anlar, gustar, gusiler. Burada men deynim, hozirda qilat. Appak jalang'aqidan qilarsa, bular qarasidan ekan to'g'anlar. O yerda qo'yon bor ekan. Qancha so'mdan aka qo'yonlaringiz? Qancha so'mdan? Ması Velikan 1200, 1000 so'm, mana 800, mana 650, mana 500. 500 ekan, buni 600. Malları var. Buni 1000 so'mdan ekan onlar qo'yonda. Baldar var. Ündükçü? 1,5. 1,5 ming ha? Maka? Xo'roz. Xo'roz bu, 1,5. Aka ördeklarni aytmaysiz senalarni aka. İsmail. Qanchadan mı ördeklerini senalarni aytib qo'ymoq ekanmi? Yetti televizorda ko'rasan. Ördeklar to'g'anlar 1000 so'mdan deydi. Xorozlar 1000 so'm. Xorozlar 600 so'm, 700 so'm. 700 so'm ekan onda. Ona cho'ng xorozlarchi onalar. Var Jersey degan paroda, Jersey anaqa qara. Bu yerda bir
horoz gördüm bile. Agamda vaqtda sizden vaqtında sen buraylar bile. Qancha so'm aka? 23 so'm. 23 so'mdan ekan onlar. Maklarcha dakan maklar. Dakan maklar 1000 so'm. 1000 so'mdan ekan. Horozi 1,5 ekan. Sen aka 90 mı? Uka yaposhka horozdan qancha so'mdan? Yaposh 5 so'mdan ekan. 5 so'mdan deydi ekan onlar. Jalavatda. Sen bo'ldi tava? 4000 mi? Maklar ha? Horoz bu. Bunalarda 4 dan ba? 4000 so'mdan deydi to'g'anda. Burada qo'ylar 3000 4000 ga alatlar hozir ham. YouTube kanal. Qirg'iziston aytadi, yilini 10-15% dan aqchasi inflyatsiya bo'ldi deganda. Hozir ham ündükler qo'yning aqchasini chiqib qoldi. Qo'ylar torpoq qo'yning aqchasini chiqib qoldi. 4000 dan. Maklar qancha? Mastek deydi. Masteklar qanchadan bo'ldi degan? 2,5 gacha bo'ldi degan to'g'anlar. Yalavatda. 1,5 Nolar 4 dan ekan-da. Qanchaga sotilish qancha ekan ular? Bu kimiki ündükler? 5000 so'mdan ekan. Bo'lishini ayting aka. O 4,5. Bo'lishi 4,5 dan ekan to'g'anlar.